Assalomu alaykum hammaga. Sanozelimizdan burada qaytsak, bitta Ispaniya eshigimiz bitgan. Ispaniyamizdan Perxoshkamizga chiqamiz. Koridorimizda ikkita eshik joylashgan. Bitta Ispaniyaniki, ikkinchi eshigimiz. Yopilishlariga baho beramiz. Xudo xolasa chotki chiroyli chiqqan. Zazorlari ham bir xil. Oshxonaga kiraverish. Oshxonaning mebellarini, mebelchi akalarimiz chiroyli qilib qo'yishibdi. Oshxonadan ovqatlanadigan joyga chiqadigan hol qoldirishgan. Mana hol hali endi ko'chib kelishyapti, yangi xonadon ekan. Bu yerda yana bitta eshigimiz, bu yerdan koridorga chiqib ketsa bo'ladi. Chiqqanimizda bizning yana bitta sanuzelimiz bor. Bu общий sanuzel. Eshiklari ham chiroyli. Молочный svet bo'lgan. Yopilishlari hammasi chiroyli. Lufti yo'q. Hamma eshik bir chekkadan luft chiroyli chiqqan. Eshigimizni ham yopamiz. Общий sanuzelimizdan yana bitta Ispaniyamizga kirsak bo'ladi. Ispaniyamizda ham eshiklarini ko'rib qo'yasizlar. Magnitni to'g'ri sizamobani qo'yganmiz.